yangi escrow tizimi uy-joy narxining keskin oshishiga sabab bo'ladimi? 1-iyuldan O'zbekistonda uy-joy qurilishida escrow hisoblar tizimi ishga tushadi. Qurilish vazirligining ta'kidlashicha, bu kvartiralar narxining keskin oshishiga olib kelmaydi. Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi vakili ta'kidlashicha, escrow hisob varaqlaridagi jamlangan mablag'lar ko'payishi natijasida developer tashkilotlariga loyihaviy moliyalashtirish doirasida amaldagi stavkalarga nisbatan ancha pastroq stavkada mablag'lar ajratiladi. Bu esa escrow tizimi joriy etilgach, yangi uy-joylarning narxi keskin oshib ketmasligiga sabab bo'ladi. Vazirlik vakilining tushuntirishicha, endilikda xaridorning mablag'lari quruvchiga emas, balki bankdagi maxsus hisob raqamiga o'tkaziladi. Escrow hisobvaraq qurilayotgan uydagi kvartirani sotib oluvchi va quruvchi o'rtasidagi hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun mo'ljallangan maxsus bank hisobvarag'i hisoblanadi. Xaridor qurilayotgan uydan kvartira sotib olmoqchi bo'lsa, pulni quruvchiga darhol berish o'rniga u uni bankdagi maxsus hisob raqamiga qo'yadi. Uy qurilmaguncha quruvchi bu pullardan foydalana olmaydi. Xabar bo'yicha fikringizni izohlarda qoldiring va kanalimizga obuna bo'ling.